Do'stim, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Do'stim, yaxshimisan? Sonlaring yaxshimi? Nima xizmat? Do'stim, ming jolatda keldim oldingga. Oshna, agar pul masalasida kelgan bo'lsang, hozir imkon yo'q. Keyin gaplashamiz. Hozir ishlarim ko'p. Xo'p, rahmat do'stim. To'xtab tur. Ona uprashga bolalaringga berasana do'stim. Gaplashamiz. Salomat bo'lgin. Xo'p, rahmat do'stim. Sog' bo'lgin. Ichida puli qolib ketibdi-yu. Adashib berib olib shekilli menga. Do'stim, puling qolib ketib qolibmi uni ichida? Do'stim, mada ishchilar bor. Sen ham hijolat bo'lmagin dedim-da, ozgina pul solib qo'ydim. Mana shunaqa paytlarda kelavergin. Har doim shu yerdaman. Gaplashamiz. Salomat bo'l. Rahmat do'stim. O'ringa tushgur. Chin do'stlar yo'g'ingda do'st, yiqilgan chog'ingda do'st, bemor bo'lsang holingdan xabar olsa shunda do'st.